Yazile hem Şadi. Hazır beygine yımbağlığı için sözü Çalma Şaharı Mahalli Mideresi başladı. Tuğcun Rüstem Diyazoğlu'na veririz. Hayırlı gün. Başta hürmetli bizning malaylar kızlar. Haminde bizning terbiyachilarimiz, tiyanilarimiz, jon otalar. Shundan da eng başta narsa aytasim kela, albatta har biringizda bu sahnada bosib turuv o'zi bir zo'r jingo deb o'ylayman. Haminde bek zo'r rahmat so'zlarim tiyanilarga, tarbiyachilarga aytasim kela. Tatar Malay 2022 beygesinin eng motor sahne obrazi nominatsiyasida jingo yo'llagan birinchi bolalar bog'chasida tarbiyalanuvchi Salihov Oyratga berildi. Eng motor sahne obrazi nominatsiyasida jingo yo'llagan 12-chi bolalar bog'chasida tarbiyalanuvchi Minahmetova Amiraga topshirildi. Olay nominatsiyasida jingo yo'llagan 82-chi bolalar bog'chasida tarbiyalanuvchi Sabitov Ramazonga berildi. Eng tarash qiz nominatsiyasida jingo yo'llagan 81-chi bolalar bog'chasida tarbiyalanuvchi Sabirova Yazila. Eng talantli malay nominatsiyasida jingo yo'llagan 95-chi bolalar bog'chasida tarbiyalanuvchi Vafid Renalga. Kız nominatsiyasida jingo yo'llagan 56-chi bolalar bog'chasida tarbiyalanuvchi Numarova Amiraga. Malay nominatsiyasida jingo yo'llagan 103-chi bolalar bog'chasida tarbiyalanuvchi Minimayev Shamirga berildi. Viloyat milliy raislar tarbiyalangan qiz nominatsiyasida jingo yo'llagan 49-chi bolalar bog'chasida tarbiyalanuvchi Zihanchina Atinaga berildi.